mol ustalar ham ko'pda qara chala qoldirib ketibdi. O'tgan yili o'zimiz chala qoldirib ketganmiz-ku, katta pul kelganda. Ha? Ammo tanish. Yurchi qani? Ukalar, o'tgan yili chala tashab ketgansiz, nayrangozlik qilib, 10 kundan keyin to'y. Vo, zinachi uyda buzib turib boshqatdan qurish kerak, ha? Kalin joydami? To'y deyapti 10 kundan keyin. Bilmayman. Qanday uyni buzib boshqatdan qurish mumkin 10 kun ichida? Sotaveraymi? Kerak narsalar aytinglar-da, ko'p gapirmasdan ishni bitiringlar tez-tez. Bo'pti. Bitta choy damlab turing, biz maslahat qilib olamiz. Bu o'rtaga favora qilish kerak, keyin baliqni chiqarib turib, og'zidan suvini chiqarish kerak. Chala ishlarni qilish kerak. Ha, chala ishlar bo'laveradi. Kelin-kuyov mazza qilsin, baliqni og'zidan suv chiqsa hisob. Qara, quyosh bekka tusharkan ekan birinchi. O'shaning uchun mana shu yerdan boshlaymiz. Bu yoqda qurib turadi bu. Strategiya bilan ishlash kerak. Darvozaxonadan birinchi chiqsak ko'zga ko'rinadi, ish qilyapti ekan bular. Ha, ustalar, bo'lyaptimi? Choy aytollang. Rahmat aka, bitta harakatni qilib turing. Qara, mana bu tomondan boshlasak, Odam charchab ketyapti, ish qilmasa ham, bilyapsanmi? bahor shunaqada, bahor. Ha. Jiyan, bor sigaretga chiqib ket. Nima chekasan? Sen chakkisan. Bo'l, menga mix. G'oliblik aslida taqdirning ishi. Goho zo'rlarning ham o'tmaydi tishi. Biz g'alaba qildik va eng qizig'i 11 kishi edingiz, biz 9 kishi. Qoshlaringdan turist qilaylik. Aka, kecham bo'lib qopti, biz qaytdik. Birpasda kun kechib bo'lyapti, ukalar, vaqtroq kelib ish qilsalaring 10 kundan keyin to'y tezlating. Xotirani, to'liq pulni oldik. Shetamiz aka, xotirani. Bittalar ahli turgunda san. Erta Buxoroga ketamiz. Qaqa ketasan? Tushundimsan, mana u to'y qilyapti. Normalni pul olib qo'yganman ertadan. To'ydan keyin kelaveramiz bekka. Pulni oldingmi buni? Ha, yo'l kira.